Assalamualaikum ikrarlik yüzükürmenler keşkanlar xeyli olsun. Men Ağıl Uyghur Tadqiqat İnstitutundan hammalarga samimiy salom yollayman. Her hafta institutumuz müdiri şundaqla Hacettepe Üniversitesi Fakültesi Tarih Bölümü muhtevası Dostum Doktor Erkin Ekrem Malım bilen ötküzüp kelatkan Halkara Vaziyet ve Gün Tertibname programımızınki yeni bölümü huzurunuzda buldu. Erkin Malım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, rahmet. Amerika Tashqi ishlar ministri Blinken 16 günü yani erta cuma günü Beijing'de ziyareti bulduğunu bildirdi. Bildirilishicha, Blinken'deki Xitoydagi Tashqi ishlar ministri Qin Gang ve aloqalar rahbarlarining ko'rishdi ekan. Ko'rishishda ikki davlat o'rtasida saqlanayotgan masalalar, rayonlik, xalqaro masalalar ustida muzokara etilganligi bildirildi. Bundan başqa Xitoy taraf Amerikaningki izchil, Amerika tarafininki Amerikaningki bu bexatarlik va iqtisodiy manfaatlarga ziyon berayotganligidan iborat bayonotlarni berishiga xotim berishni talab qildi. Ba'zi mutaxassislar Blinkenning bu qitimqi uchrashuvida kutilgandek yoki orzu qilingandek bir natijaning chiqmaydiganligini bildirdi. Biz bugungi programmamizda haqiqatan shunday bir ehtimollik bormi? Blinken'ninki men degandan boshqa qandaqroq bir ziyorat maqsadlari bor. Bu ziyoratdan qandaqroq bir natija chiqishi mumkin. Buningki ikki davlat munosabat qandaqroq ta'sirlarni olib keldi, rayonlik masalalarga, shundaqla Sharq Turkiston va Uyg'ur masalasiga qandaqroq bir ta'sirlarni olib kelish ehtimoli borligida analizlashtirishimiz. Muallim oldi bilan siz bilasiz, bu Blinken ikkinchi oyda Xitoyni ziyorat qilmoqchi bo'lgan, lekin bu jasuslik shar vaqasi sababidan Blinken ziyoratini kechiktirganligini e'lon qilgan edi. Sizce bu shunaqa bir ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar jiddiylashyotgan bir paytda Blinken'in ziyoratini qanday tushunamiz? Bunu birisi şu Amerika'nınki esas milli xavfsizlik stratejisinden qarash lazım deb o'ylayman. Bu mayli Trump hükümeti olsun, mayli Biden hükümeti olsun hozirgi. Bularning chiqargan şu milli xavfsizlik strateji dokladında Xitoyni bir strateji raqib deb ko'rgan. Shundaqla Amerika'nınki yashar boyunca Amerika'nın o'ziga bog'langan ba'zi manfaatlarga chepindiganligini ve bu manfaatga ziyon beradiganligini ko'zitib turib, ya'ni Amerika'nın bugünkü salohiyatiga qarshi meydan o'qiy oladigan birdan-bir davlat bo'lsa Xitoy deb ko'rsatgan. Shuningga bu Xitoy hamda Amerika'nınki umumiy milliy manfaatiga chepindigan bir davlat deb ko'rgachga, bununla karşı üç xil siyasetini o'ttirib qo'ygan. Birisi Amerika o'zini kuchlantirish, siyosiy, iqtisodiy, tijorat, texnologiya degandek. Ya'ni Xitoy qo'pib Amerikaga propos qilish yoki Amerikaga meydan o'qishni qilamasin, chunki kuchli odamga qilib bo'lmaydi. İkincisi, şu ittifaqdosh davlatlar bilan bo'lgan munosabatni kuchlantirish. Bu yolg'izla Yevropadagi emas, Osiyodagi davlatlar bilan kuchlantirish. Misalga nurg'un nimalar tashkilotlar qurildi. Şu Asiya Tinch okeanida. Üçüncü bo'lsa, şu Xitoyni xalqaro tuzumga, xalqaro sistemga akirish. Va Xitoyman cho'ng davlat bo'lgandan keyin xalqarodagi mas'uliyatini ustiga olsin deydi. O üç xil siyasetni asas qilgan chog'da Blinken'ninki Xitoy ziyoratini asan tushganligi bo'ldi deb o'ylayman. To'g'ri, bu Amerika tarafı şu Xitoy bilan munosabatni kuchlantirish uchun bir yildan beri buni tilga ilib tirishib kelgan. Buldu 11. ayda Joe Biden bilan Xi Jinping'ninki ko'rishishi hamda buningki bir boshlanishi bo'ldi. Siz degandek ikkinchi ayda şu tashqi ishlar ministri Blinken Xitoyga bir ziyorat ilib bormoqchi, ammo Xitoyninki shar jasusluk şarınınki ko'rinishi bilan bunu bozib qo'ydi. Ama hozirgi vaziyat o shardanmi xatarlik ishlar bo'lyotdi. Misolga deylik, Xitoy o'tgan kunda şu Amerika'nınki şu teftiş qildigan yoki kuzatib turadigan aeroplanga bir hujum qilgandek qildi. Amerika'nınki denizden ötüp ketib qolgan kiyimining oldiga o'tilib tas qoldi. O cidel çıkdı.
Bundan keyin Kubada Xitoyninki istihbarat faaliyetlerini paş kıldı misal. Hazır Amerika hükümeti emas degan bilan o Amerika'nın istihbarat bolsun, mayli Amerika'nın ki bu işini bildiğinler bolsun dep davadıdır. Yani bu bağ narsa. Yani muşundaq ahvalga qarmay turib Blinken yine Xitoyga ziyoratni ilib bordi. Bununki maqsadi nima? Shu 14-yillar Amerika'nın Aksaray'ın sözcüsü bo'lgan Miller'ninki muxbirlarni kutib da 3 maqsad bo'lganligini deb o'tdi. Birisi şu Amerika Xitoyning arasında bir kanal içiş, yani sohbet kıldığan bir kanalını içiş. Ve bu kanal bilan birlikte bir-birisiga bo'lgan bu ziddiyetlikni hata tushunilishning oldini olish. Bu yerdagi hata tushunilish hamda o ikki tarafninki bu jeriklik munosabati keskinlashib jangga qarab minishini oldini olish degan gap. Yani hata tushunilish bir-birisini. Bunun oldini olish deydi. İkincisi hem de Amerika'nınki milli menfaatini Xitoyga uçuk deyish lazım. Amerika'nınki şu kıymet qarashlarını Xitoy bilan uçuk aşkar deyish ve şundaqla Amerika'nınki Asya Tinch Okyanus bo'lsin, başka rayonda bo'lsin, xalqaro ve mana meselelerdeki bu qiziqish yoki menfaatini Xitoyga bir aniq deyish. Tabii bu yerde Tayvan meselesi var. Üçüncü bo'lsa şu iklim meselesi bo'lsin ve xalqaro meseleler bo'lsin, makro iqtisodiy meseleler bo'lsin. Bu jihatda bazı hamkorlik qiladigan mekan tepilmamdi bularni so'zlashidi deydi. Hamda bu sirtqa degan maqsad hamda. Hamda burunqi nimada hamda xalqaro munosabatda düşman desa, raqib desa ya oq ya ko'k bo'ladi. Buningdagi munosabatlar bunda qo'yiq bo'lamaydi. Misoliga Amerika Xitoyning munosabatini iqtisod ticaretini alsak hamda her yıl o'sib mingyapti hamda. Onundan keyin avval degandek şu bazı meseleler, xalqaro bazı meselelerde hamkorlik qiladigan bazı ihtimollar bor. Shuningga bu Xitoy bilan bo'lgan munosabatni birisi avvalgi xato tushunilishni oldini olish, ikkinchisi shunday xavfsizlik ishlarini qila olish, uchinchisi bo'lsa Amerika o'zininki haqiqiy maqsad va talablarni Xitoyga deyarlishish. Bunda bir maqsadda Xitoyni ziyorat qilish hamda xalqaro munosabatda normal bo'ladi, hamda normal ko'rildi. Hamda xalqlar arasında onda kömeydi hamda. Xitoy bilan dushman bo'lgandan keyin nima deb ziyorat qiladi o'taqi to'la 4-oydan boshlab shunday talablarni qilib so'zlab kelgan. Nimishq bunday qiladi degan, ammo bugungi xalqaro munosabatning bir alohidligi shu. Mana bu xato tushunishni oldini olish dedingiz. Qaysi birini o'ylamasak, cho'qim ikki davlat manfaat bir-biriga undaq kirishib ketadigan ahvollar bor. Masalan, iqtisodiy jihatdan, savdo jihatdan, ammo bir-biriga tamoman zid bo'lgan ahvollar bor. Bunday bir ikki qatorliq suhbat bilan yoki ziyoratlar bilan hal qilish tez, chunki amaliyotda bunun ifodalarini ko'rolmaymiz. Unisi Xitoylarma madaniyat va dunyoni tushunish nuqtasidan çok farqli bo'lgan bo'lg'achqa, Xitoylarningki oq deganni balkim Amerikaliklar mantiq jihatdan qara deyishi mumkin. Shunaqaki belki xato tushunishni oldinish degani eng yuqori seviyadan balkim to'g'ri seviyaga yetkilash mumkin deb o'ylayman. Bu taltikiz yo'qotib bo'lishi noto'g'ri, chunki manfaatiga to'g'ri kelmaydigan nurg'un ahvollar bor. Shuni biz qanday tushunsak bo'ladi sizcha? Xato tushunishni oldini olish degan hukmni, iborani. Bu jihatda bir yaxshi bir kitob bor. Yani xalqaro munosabatda to'g'ri tushunish va xato tushunilish degan. Robert Javis degan bir odamninki bir kitobi bor. U yerda hamda tafsili tushuntirdi. Nurg'un davlatlar bir-birini to'g'ri tushunmagachgan arasında jidallar chiqib ketganligini. O tarixda jiq misol berdi va bundan keyin bunda ahvollar maydonga keladi deb
Misalga nurg'un misal berdi. Bir misal şu nima Kore urushi. Kore urushida taraflar, ya'ni Sovyetlar deymiz, Xitoy deymiz, Shimoliy Kore deymiz, Amerika deymiz ve Amerika bilan tashkil qilingan bu qo'shin, ya'ni aslında ular bir qo'shinda 16 devletten tashkil etilgan. Bular deydi, taraflar bir-birini to'g'ri tushunmay, bir-birini o'zining xiyoli bilan, o'zining qallasindagi tushuncha bilan karşı taraftaki larninki muşunda oylaydı deb ancak oylagaşkıla bu can 3 yıldek devam kıldı deydi. 3 yıl devam kıldı ama hiçbir netice bulmadı deydi. Yani şu en başlıgan noktaya kip kaldı deydi. Ama oturlukta nurgun adam öldü, nurgun pul kaçırıldı, yani nurgun ziyan oldu. Yani bir meselede doğru düşünmek kalsa birbirine. Yani benim maksadım nimo, senin maksadın nimo deb düşünmek kalsa müştak canlar buludu deydi. Aslında tarihte başka ahval mı var? Yani sana yağan köz tutup rast cetten sana hücum kılan ahvallar var. Mesela Gırman bu Hitler, Nazi Hitler'ninki Rusya'ya, Sovyetler'e karşı mesela. Başta birbirimizle urmayımız deydiğen kilişimini kılıdı, imzalaşıdı. Onundan keyin karmay yani hücum kılalaydı. Bunu kandak doğru düşünümüz hem de. Bunu kandak hata düşünülüşünün aldığını alalayımız. Şununla o pratik bir mesele. Hakikaten degandek tarihte nurgun müşundak canlar, cideller, aşında tukuşmaslıktan başlayan ahvallarının ki kırsıntı biraz çıkarır. Hem de bu hazırki şu Amerika Aksaray sözcüsü bu Miller'ninki degen gibiye karaydıgan bolsak konkret bir mesele yok. Yani müzakere kıldıgan. Bunda normalde mandak bir mezmunla müzakere kılımız da vardı. Demek ki bu da Blinken'ninki bir işi yalğızla bir yüzüne içiviliş deyimiz o Uygurlarla arası buzulup kalsa mı da yüzüne içiviliş deyimiz o. Yüzüne içiviliş. Ondan ki ne degandek mi da sohbet kılalaydıgan bir kanalını açalışış. Ondan ki Joe Biden bilen Xi Jinping'ninki halkara yığınlarda yani bir kıtım görüşerleşiş. Şu meselelerini nişan kılgan bolsa kerak. Qağan ılıqıdek gap sözler o yalğızla mayaqdan sözleydi, ayaqdan Xitaylama özünün gibini deydi. Amerika hem de bu Tayvan meselesinde sen hata düşünüp ama deydi. Amerika nima Xitay deydi. Tayvan bizninki içki mesele, sen arlaşması lazım. Sen bir yanda münasebetini oңşайлы deyse bir cetten yanar. Şu Tayvan'ı qoğdayman deb bu nima meselelerini nayda keskinleştiriş, qatırışvasa da bir-birisine tanqid qilgan gaplarni qiladi deb o'ylayman. Çünkü bu Clinton'ninki Xitoy ziyoratida avval şu Amerika Tashqi ishlar ministri Blinken bilan Xitoy Tashqi ishlar ministri Qin arasında bir telefonlashgan ahvol bor. Bu ahvol bu telefonda hozirgi men degan gaplarni deb o'tdi. Shuningga budaki ziyarette bazı narsalarga qarash lazım. Misalga şu Blinken'ni qaysi seviyedeki bir amaldor aydırımda kutib oladi. İkincisi bu Xi Jinping Blinken'ni qabul qilamdi, qilmamdi. Hozirgi ahvol qaragan chog'da qabul qilgandek turdi. Üçüncüsü Joe Biden bilan Xi Jinping'ninki bir görüşüşünü hal qilib bo'lamdi. Bununla ergişip ya Joe Biden'ın Xitoy ziyareti yoki Xi Jinping'ning Amerika ziyareti bo'lamdi, bo'lmamdi. Mushu amillar ikki devletning munosabatini nega qarab manganligini o'lchigili bo'ladi. Faqat bir nuqtani deb o'tay. İki devletning munosabati bundan keyin kona haliga hech kelamaydi. 97-98'den itibaren Amerika-Xitoy münasebeti strateji hemkarlık münasebetiga aylangan ve Xitoyga nihoyatda ko'p imtiyozlarni to'nigan. Xitoyning dunyo tijorat tashkilotiga kirish
meselesinde Xitay malının Amerika'ya kiriş cette hemsinde imtiyazlıklar boğan. Xitay'ın ki bugün şu iktisat cetten, ticaret cetten bunda güçlünüşünün sebebi Amerika'nın ki kollışı var. Amerika'nın ki Xitay'a sağlam çık meblağ var. Amerika'nın Xitay'a bergen nurgun teknolojiler var. Muşnun bile Xitay hazır güçlendi. Şununla bu Trump hükümetinin vaxtida Mao'nun prezidenti Mike Pence'nin ki bir sohbetinde var. Yani Xitay'a şunçilik yaxşılık kılsa, Xitay emdi bizge yamanlık kılvadı doğru. Yani muşundaq bir münasebet emdi. Emdi bunun kin bu xil münasebetke qaytish qiyin buludu demekçendi. Siz degandek allı burun bexatarlik jihatdan bir-biriga tehdit salgan. Bu xavfsizlik jihatdan siz hozir deb o'tganingizdek, bu ya Osiyo Tichoklar rayoni, ondan keyin Xitoyning to'xtamay jasuslik faoliyatlari, Amerikaningki boshqa jihatdagi sirlarga mudohala qilishi, buni aralashishi qatorliq Amerikaning bevosita davlat manfaatiga ziyon beradigan qilmishlar bag'ansiz ko'paygan bo'lg'achqa, sizga bu hamkorlik munosabat allburun raqib seviyesi ko'tarilib bo'lgan bo'lg'achqa, buning ta'sir doirasida cho'nqurliqimda kuchli bo'ldi deb shu xulosaga kelsak bo'lgan. Ma'lum bu siz bayatdan Blinken Beijing vaqtida kim kutib oldi, ondan keyin Xi Jinping bilan Amerika prezidentiga ko'rishishninki asosini yaratmam deganlarga qarab o'lchaymiz dedingiz. Yana bu qaysi makonni kutilishi bek muhim deb o'ylayman. Xitay'ınki devlet konseyi deydiğen seviyede yani minister seviyedeki adamlar bulundu. Bular küçük olamdı ya ki Mao'nun minister seviyedeki birisi küçük olamdı. Partinin ki taş kışlağa karaydıgan bu idarenin ki bir Mao'nun reisi misal hazırki reisi nime Wang Yi. Bununki Mao'nu çıkıp küçük olamdı. Bunu körümüz emdi. Eğer de Xitay Amerika bilen münasebetini tekimi jirikleştirmeyli bizgime ziyan bulmasın dep aşina oylagan bolsa biraz Clinton'ın yüzünü kılıp küçülüşte belki bir yukarı seviyedeki bir emeldar buluş mümkün. Bolmasa bu Clinton biz bile görüşümüzde bir isim aldı, boldular normal bir adam biri küçük olsun ismi diyeleydemdi hazırki peyde. Hazır Amerika bilen aittir, jiriklik bir münasebeti var. Yani her iki taraf bir gapni dep boğuca hücum kılış karakterlik ifadelerini işletiş kumaşı. Bunda bir peyde bundan karayımız hem de Blinken'deki ziyareti bilerle bu iş tügendi ya ki iki tarafınınki haberde diyen kanalını şekillendirgenlikin devamlı kitip kilemdi o. Diyendek ona ölçülü bulurdu. Hem Amerika hem Xitay kanalımızın dünyada en çok güçlerden ikisi hesaplandı. Bu iki devletinki yukarı seviyelik, yukarı derecelik emendarlarınki görüşüşü elbette xalqaro matbuot yoki medialardan o'rin oldi va qiziq mavzuga aylandi. Men qarab bo'lamdimi, ammo to'xtamay bunga ko'z taqib qotgan birisi. Bu xalqaro matbuotlarda bu Blinken'ninki Xitoy ziyaratiga qarata qandaqlik inkoslar tushdi. Bu ziyarettin kin Amerika-Xitay münasebeti bir derece yumuşaydı degan bu göz qarashda bo'lganlar pek az. Yani Blinken'in ziyareti bile yine münasebetler bu hazırki seviyede yani yamanlık seviyede devam kılış mümkün deydiğinler köperek. Çünkü bir yerde şu Blinken Xitay ziyareti bile birlikte Amerika'nınki yani Aksaray'ın Xavfsizlik Konseyi'ninki mesulü olan bu Sullivan'ınki Japonya ziyaretini başlaydı. Japonya'da Amerika, Japonya ve Cenubi Kore üçü birlikte bir xavfsizlik bilen münasebetlik bir müzakere kılmakçı.
Bu müzakerede yalnızla Şimal Kore emas endi. Bu müzakerede Xitoymi esas temi bo'lib bu yerda ko'rindi. Chunki bu mayli Janubiy Koreya, mayli Yaponiya burundan tortibla Amerikaningki ittifoqdosh davlati. Ama keyingi zamanlarda bularninki munosabati burungidek, ya'ni sovuq urush vaqtidagi zich emas. Ma bir yildan beri bu munosabatlar zich bo'lishga boshladi. Ve bir yerda hamda mutafiya jihatdan, xavfsizlik jihatdan texnik bir ittifoqni kuchlantirishga tirishyapti. Yani Xitoyga qarshi uch davlatninki bir ittifoq meselesi o'tganda bu programda so'zladik, boshlab bo'ldi. Bundan boshqa Salvin yana Amerika, Japoniya va Filippin devletininki bu xavfsizlikga mas'ul bo'lgan amaldorlar bilan ko'rishmoqchi, muzokara qilmoqchi. Bu yerda bir masala ko'rinyapti. Yana Amerika mushu Xitoyning Tayvanga ehtimol bir hujumga qarshi Japonya'nınki güney cenub tarafı, yani Okinawa rayonunda Amerika'nınki bazıları var. Yani bu hava güçleri, hava kuvvetleri. Ondan ki bu Filipin'de ötkende tötünü aldı, toplam 9 tane deniz portu var. Yani Tayvan'ınki meselesine karşı hava güçüne Japonya'dan bu müdahale kılış, deniz jetten uruş bilan Filipin'den Tayvan'a derhal keliş. Çünkü bu iki yer, yani Okinawa bilan Filipin Tayvan'a yakın. Navada Tayvan'a hücum qilib qalsa, Amerika'nın qolgan kuchlar biraz jiroqda, denizninki jiroqda. Avstraliya qiytilsima u jiroqda. Şununla en yakın yerdeki bu bazılarının arasındaki xavfsizlik ittifaqını güçlendiriş için kılvatqandek turdu. Ama bu ziyaret çokum Xitoyni rahatsız kıldı. Demek ki Amerika bir jihatdan Xitoy bilan munosabatni tuztumizda qopgan bo'lsa, bir jihatdan maaşını qiladi. Bundan başka misalga Amerika'nınki bu kongresi, Amerika meclisinde Xitoyni jazolantiradigan qonunlarni chiqaryotdi. Xitoyga bu oliy texnologiya deymizmi, yüksek teknologiyani Xitoyga iqib berishini oldin to'sash uchun ba'zi tadbirlarni ilyotdi. Tayvanni qo'g'dab qilish uchun ba'zi qonunlarni chiqaryotdi. Uyg'urlarninki inson haqlarini qo'g'dab qilish uchun bu taklifnomalarni sunyotdi, loyihalarni sunyotdi. Bu Xitoyni rahatsız kıldıran bir tarafı. Ama Amerika'nınki siyasi kurulması Xitoyga o'xshamaydi. Yani Amerika'da güçünü üçge bölüp etken, hem de devletninki esas yadro güçünü üçge bölüp. Xitoyda bir demdi. Şununla bu Amerika hükümeti manda kısa, meclis anda kısa, yani o'xshamaslik, Amerika'da o'xshamasliklar buludu Xitoyga karşı. Ama Xitoyga karşı Amerika'da mayli qaysi parti bo'lsin, Xitoyga karşı ortak bir ko'z qarash bor. Yani Xitoy şu Amerika'ni tehdit qiladigan eng cho'ng devletning birisi deb shunday o'ylaydi. Bundan başka Amerika yani şu Hind-Pasifik rayonda nurg'un devletler bilan harbiy manevrani ilib beryapti. Yaqinqi aylarda bu ko'paydi. Kanada'dek, Fransa'dek devletler bununla qiytilyapti. Bu manevralarga. Bu rayondagi devletler mi qiytilyapti? Bu bo'lsa Xitoyni rahatsız qildi. Gerçi Xitoymi ashlarga o'xshash chislarda bo'lmasa, aşı chislardan biraz kengayroqmi yana shu manevra qilyapti ama bu necha devletninki birlikda qilishi va Amerikanınki urush parxutlarni, cho'ng urush parxutlarni qilishi bilan o'xshamaydi. Amerika Janubiy Koreya bilan cho'ng bir manevra o'tkazdi. Ondan evvel yani Hindistan bilan bir cho'ng harbiy manevra o'tkazdi. Yani bu ahvol
Xitayning xalamaydigan bir ahvol, ama Amerika chetdan Xitoy bilan jang qilmaymiz, ama jangni to'xtatish uchun shu harbiy kuchimizni, mudofaa kuchimizni kuchlantirmasak bo'lmaydi deb qilgan bir nima harakat hamda. Əməliyyatda hazır sizga bu bütün işlər meyli hərbi sahədə olsun, meyli xəvfsizlik belki bu qanun cəhətdəki olsun, Xitay'a qarşı Amerikanın ilk qalğanları. Xitay'a çəkləş və besim duruş arqılıq Xitayla münasibətini davamlaşdırış bu. Şundaqa. Oldu. Hal yani bizimki üzümüzün ipliği, yani Uyghur ve Şərq Türkistan məsələsi qayıtıb gəlsək, hələ biz məntiqimiz üçün oylayımız, benimkim bu qalsa, İki devlet münasebetleri qaysi seviyeye yoki qaysi yo'nalishga qarab taraqqiy qilishini uqmaymiz, ama sizce bu bizim Amerikadagi Sharq Turkiston yoki Uyg'ur masalasiga qaysi jihatdan ta'sir qilishi mumkin? Bence bu iki devlet Amerika ve Xitay arasındaki münasebetler burunki haliga qaytmaydi dedik. Bu jihatdan qaraydigan bo'lsak, Amerika yine abay degandek qimmat qarash manfaatini yana qo'g'dashga tirishdi. Buni qo'g'dayman desam de Uyg'ur meselesi, Tibet meselesi, Hong Kong meselesi, Tayvan meselesini yana qo'g'dashga tirishdi deb o'ylayman. Bu jihatdan misolga Xitoymi bundan keyin munosabatmi burunqidek bo'lmaydi degan tushunchada bo'lgan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Misolga Xi Jinping'ninki shu 5. ayınınki ahırlarda bu Milli Xavfsizlik Konseyi degan bir yig'ini qildi değil mi? Bu Xi Jinping şu hakimiyetning beshiga o'tgan vaqtida istihbarat ve xavfsizlik tashkilotlarini birlashtirib bir konsey kurdu. Bunun beshiga o'tdi, ama bularning yig'ini jiq ichilmadi. Marjinki 5. ayın 31'de bu yig'in içildi. Bu yig'inda böyle bazı hukmlarni işletti. Misalga cheksiz cheki yo'q bo'lgan ideyada buluş lazım deydi. Yani bazı meseleler insanınki oyunun sırtıda oylayalaydigan o çeknin, çigranın sırtında bo'lgan bazı meseleler var. Onu oylash lazım deydi. Yani Xitoyning xavfsizligini qo'llab qolish uchun. Buni bir ideya ko'rsatdi. Demak, bu yerda da'vat qilinadi, Amerika bilan bir jang bo'lib qolsa degan ma'noda tushunimiz hamda. Onundan keyin deydi, harbiylar bo'lsin, xavfsizlik kuchlar bo'lsin, çoğun dolkunlar, deniz dolkunu var bu aşında. Boranlar, dolkunlara karşı teyya buluş lazım davadıdır. Onundan keyin bu 6. ayının 7'si bu içki Moğolistan'la, yani Cenab-ı Moğolistan'la ziyaret kıldı. Bir yerde hem de yani bir yakın, onun ebeki diyen hukumu yakın bir hukumu işletti deydi. Bu 6. ayının 7'sinde İçki Moğolistan'ı, yani Cenab-ı Moğolistan'ı ziyaret kıldı. Üyede mi okşap kaldırgan bir hukumu işletti. Yani naydı eşyedi ve radikal ahvallara karşı Xitay şu iktisadını Xitay'nın içinde aylandırış, çoğun aylandırış, nima qilish lazım deydi. Ondan başka bu Xi Jinping bir neçe yıldan beri şu açlıkni iqtisod qilayli, açlıkni yig'ayli, toplayli deb bununla tirishchanlik qilyapti. Hamda bu nima uchun bu açlıkni shunday yig'imiz, toplaymiz deydi deganda, navoda bir jang bo'lib qolsa ishiltishgan. Çünkü Xitoyning nüfusi ko'p bo'lgandan keyin jang boshlab bersa, açlık tepilmay qalsa, u vaqtdagi bu falaketler texmi ko'p bo'ladi, değil mi? Bundan başka misalga elektrikni nima iqtisod qilayli, energiya iqtisod qilayli, energiya to'plab yig'iladi. Yani jang vaqtida agarda deniz yo'llar yepilib qolsa, ketsa, o energiyami kelmaydi Xitoyga. Shunga mencha Xitoyninki bo'libmi Xi Jinpingninki enida Amerika bilan bir jang bo'lganligini o'ylagan bo'lsa kerak. Şunun o oyga qarta hazırkı degan bu tayyorliklar başlavadı deb o'ylayman.
Bundaqda Amerika mı Xitayni muşundaq bir dost devlet deb ko'rmaganga qaraganda, Xitoy mı Amerikani bundaq qaraganda, ikki davlatning munosabatida Uyg'ur masalasi yo'qolib ketmaydi deb o'ylayman. Balki ba'zan bu kun tartibida kuchli bir şekilde yer oladi, ba'zan aciz qilishi mumkin. Ama bu Amerika o'zininki qimmat qarashlarini qo'llayman desa, bu Uyghur meselesi, Tibet meselesi, hayvan meselesiga aralashmasa bo'lmaydigan bir ahvol bu. Yani aralashgan ekan Xitoy deydi, sen shu Tibetni ayirib, Sharq Turkistonni ayirib, mushtaq bölgüçülerge himoya qilyapsa, ularni qo'llayapsa deb tushundim. Amerika deydi, u yerda insoniyatga xilof bo'lgan, insoniyatga qarshi bir jinoyat ishlanganiga da'vatimiz deydi. Misoliga her ikki tarafning ko'z qarashini her ikki taraf to'g'ri tushunmaganligini shu misoldami ko'rib bo'ldi. Şununla bu Amerika'da misaliga hükümet Xitoy bilan munosabatni tuzash uchun ba'zan Uyg'ur meselesini bir qayirib qo'yib devam qilish mumkin Xitoy bilan munosabatni tuzash uchun. Ama bu Amerika'nınki kongrede buni devam qilish lazım. Yani Amerika kongremenlerinin bazıları Uygurlarni qo'llab qilish, Uygurlarning inson huquqlarini qo'llab qilish uchun ba'zi takliflarni sunyapti. Hem de bu tekliflerinki mecliste bu ortak avaz ile öteleydi de. Şununla bu meclisteki bu hazırki Uygurlar hakkındaki teklifnamenin ötüşü için Uygur teşkilatlarına törpü koşuş lazım hem de. Eğer de bunu kılalığan takdirde meclisinki tesiri bile, meclisinin hükümet üstündeki bisim bile yani Uygur meselesini Amerika'nınki taşkı siyaseti, xavfsizlik siyaseti, hatta başka misalga teknoloji, çünkü Xitoy yüksek teknolojini ilip Uygurlarni bozak qilish uchun, Uygurlarni qiynash uchun, zulm qilish uchun ishlatyapti. Yani xil sahalarda bu Uygur meselesi Xitoy Amerika'nınki Xitoy munosabatida bir xil amil bulup devam qiladi deb o'ylayman. Aziz ko'rmanlar, biz bugungi programmamizda Amerika tashqi ishlar ministri Blinkenninki Xitoy ziyoratini qanday o'tadiganligi ustida analiz qilishga erkin ma'lum. Ko'p rahmat sizga. Men rahmat aytaman.